Nasauzubillah. Ey qazzobmi men senga aytaman. Sani otangdan hozir so'ksa birov ko'tarasanmi? Bu sen gapirib it deb gapirayotgan bizni prezidentimiz bo'ladi, otamiz bo'ladi yurtimizda. Ey hayvon, sen bir ozginagina kelib bir qara. Ko'chalarda masalan nonni osib qo'yibdi. Har bir tag insonni masalan nimasida deydi bittada moshina. Har bir odam to'q, har bir xursand. Uchta ko'lamda ham juda katta rivoj bilan masalan rivojlanmoqdamiz. Kompyuter sohasida ham, qurilish sohasini gapirma oxirigacha yo'q. Oxiri masalan chek yo'q go'zallikda. Odamlar oddiy bir nima deydi yuqori toifadagi ko'rgazmali nimalar bo'lmasa yashamay qo'yishdi. Kommunal uylarga kirmay qo'yishdi. Qorinlari to'q. Hech biri go'shtsiz ovqat yemaydi. Qayerga bo'lsa go'sht qanaqa ekan, eskimi boshqami deb qoldi. Kimni sharofatida? Sen malomat otayotgan, ana shu yomonlab yotgan, falon bajarilmayapti degan bir mana yurtni boshchisini ortidan bo'layotgan narsa. Senga o'xshaganlar bilib qo'y. 1000 marta otgan bilan ham uni masalan farzandlari bor bu yerda. Bizlar turibmiz. Yoshimiz katta kichikdan tashqari. Bizni farzandlarimizga yaxshi sharoitni yetkazib berdimi, seni bunday qo'yib qo'ymaymiz. Inson bo'lsang, o'zing agar o'zingni inson deb biladigan bo'lsang, avvalo hech kim seni masalan qamatmaydi. Kel ko'r. Agar vijdoning bo'lsa, yig'lab chiqib ketasan holatini ko'rib. O'zbekistonda qanchalik masalan rivojlangan, qanchalik yuqori toifada har bir javhalarda, sport javhasida ham, o'qish javhasida ham, boshqasida ham yuqori toifada nima qilgan. Qanday turibsizlar chetda turib ma'lumot olasiz? O'zi nima istagilaring bor? Ertaga oxiratni gapirasan, Xudodan gapirasan, Xudodan qo'yib qo'rqmaysanmi? Masalan, g'iybatlardan, boshqasidan, buzg'unchiliklardan. Hazrati Baqarada marhamat qilib gapirgan Robbi alamin beryaptiki, magaram bizlar isloh qiluvchilar deymiz. Aslida ular deydi ko'zi deydi ochig'i ko'rmaydigan buzg'unchilardir. Shuni inovatida o'ylasang bo'lmaymi? Ozgina o'zingga bir endi qarigan mana bu yoqqa ketadigan vaqting yaqinlab qoldi. Bir soatingdan, bir minutingdan bir savobli ish qilib, bir buzish emas, tuzashga ketadigan narsalarni hammasini bir o'rgansang bo'lmaymi targ'ibni? Va boshqalarga ham aytyapman, uyasalaring bo'lmaymi? Juda bir agar kamchiliksiz holat oila yo bir vatan bo'lmaydi rivojlanib. O'zing hozir qayerda yashayapsan? Chet elda. O'sha yarim yalang'ochlar davlatida yashab yurgandirsan. O'sha yerda pivo emas, boshqa banketlar masalan nima deydi bizlarda hali yo'q. Xususiy jalabxonalar, buzg'unchixonalar, fahshxonalar bo'lgan davlatda yashaysiz. Nima maqing chiqmay gapirmay yashab kelyapsan? Bu yerda nima? Prezidenti bo'lmoqchi bo'lyapsanmi? Sen loyiq emassan va senga o'xshaganlar loyiq emas. Vatanni og'iri yengilida qochib ketdimi, chidamadimi, u unga loyiq emas. Shuni anglab yetgin.